Arab xurmosi asrlar davomida mavjud bo'lgan meva bo'lib, u nafaqat to'yimli va mazali, balki shifobaxsh hamdir. Xurmo Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarida yetishtiriladi. Muqaddas Ramazon oyida bu ajoyib meva bilan og'izni ochish odat bo'lib qolgan. Olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, arab xurmosi yallig'lanish va o'simtalarga qarshi antioksidant ta'sirga ega meva ekanligini isbotlagan, deb yozadi Sports.kz nashri. Xurmo yuzlab foydali ozuqa moddalar manbaidir. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, kuniga 4 dona xurmo iste'mol qilish orqali o'rtacha 100 gramm mis, kaliy, magniy va selen kabi muhim minerallarga bo'lgan kunlik ehtiyojning 15% ta'minlanadi. Bu bilan birga arab xurmosi meva tarkibidagi katta miqdorda glyukoza, fruktoza va saxaroza organizmga kuch beradi. Tabiiy yetishtirilgan xurmo bilan tamaddi qilish kunduzgi holsizlikni bartaraf etishga xizmat qiladi. Miya uchun ozuqadir. Finik palmasi ozuqa kletchatkalariga fenol birikmalari va tabiiy antioksidantlarga ega bo'lib, Alsgeymer kasalligini oldini oladi. Qabziyatni bartaraf etadi. Xurmo tarkibidagi erimaydigan kletchatka moddalari oshqozon ichak tarkibi uchun foydali bo'lib, qabziyatda samaralidir. Ichaklar faoliyati uchun foydali. Arab xurmosidagi aminokislotalar hazm qilish tizimi mo'tadil ishlashida yordam beradi. Anemiyada yordamchi. Xurmo tarkibidagi vitamin va minerallar, xususan temir moddasi temir tanqisligi sababli vujudga kelgan kamqonlik simptomlarini yengillashtirishda ishtirok etadi. Yurak kasalliklarining oldini oladi. Tadqiqotlarga ko'ra, arab xurmosi qon arteriyalarida yog' to'planishiga olib keladigan triglitserid darajasini pasaytiradi va qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini kamaytiradi. Ko'z nurini asraydi. Xurmodagi karotinoid moddasi sog'lom ko'rish qobiliyatini saqlab qolishda muhimdir. Diareyani davolashda samarali. Meva tarkibidagi kletchatkalar diareya kabi noxush holatlarni davolashda qo'llaniladi. Suyaklarni mustahkamlaydi. Xurmodagi bor moddasi suyaklar salomatligi uchun javob beradi va osteoporoz kasalligiga qarshi kurashda davolashda qo'llaniladi. Allergiyaning tashqi belgilarida yordam beradi. 2012-yilda o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, arab xurmosi iste'molidan so'ng allergik rinitga chalingan bemorlarda ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan.